Marhamat. Dissertantimiz bolalar anesteziologiyasi reanimatsiyasi bo'yicha ish boshlagan. Bu ishini bardavom bo'lishini istaymiz yana. Dissertatsiyasini literaturani juda ko'p referenslarni bergan. Hozirda bolalar o'limi va yana eski holida qolyapti kamaygan munosabati bilan. Lekin shu operatsiyadan keyingi holatlarni ham uzoq muddat nazorat qilib, ularda asoratlarni kamayishini, shu muddatli kasalliklarni nimasini aytaman, uzoq muddatli yashovchanligini ta'minlashini kelajakda yana so'rab qolaman. Dissertatsiyangizni yana davom ettirsangiz, kerakli ma'lumotlarni pediatrlar bilan birgalikda ham bir olsangiz yana maqsadga muvofiq bo'lardi. Ishingiz juda ham yoqdi. Nihoyatda yaxshi ishlangan. Bu yigitimiz o'zimizda bitirgan bolalar. Hozir yoshlar dissertatsiya yozib chiqib safimizga qo'shilayotganidan juda ham xursandmiz Abdurahim Shamsiyevich. Chunki mana kelajakda baribir estafetani berishimiz kerak. Ularga olib ketish kerak. O'zbekistonda rivojlantirishi, bolalarimizni hammasini sog'lom bo'lishi, salomat bo'lishligi yoshlarning qo'liga bog'liq deb o'ylayman. Ishlariga rivoj tilayman. Rahmat. Ustoziga ham. Rahmat. Himoya bo'lsin. Xursandmiz. Shogirdiz chiqqanidan tabriklaymiz. Doim ishqilib sizga ham keng yo'l bersin. Mana shu yili himoya qilib oling. Yana doktorlar safiga bitta ham doktor qo'shilsa, xursand bo'lamiz. Rahmat. Dissertatsiya ishi yuzasidan yana norasmiy so'zga chiquvchilar bormi? Abdurahim Shamsiyevich so'zlasam maylimi? Marhamat, professor Karim. Marhamat. Ustozlarning so'zlariga qo'shilgan holda men qisqacha so'zlayman. Haqiqatda juda ayni vaqtda dolzarb muammo ko'tarib chiqilgan. Bu ishni keyingi katamnestik ma'lumotlari juda ko'p qiziqarli oladi. Chunki bunaqa qizilo'ngach atreziyasi bilan tug'ilgan bolalarda operatsion holatlardan keyingi mana shu asoratlar ko'proq bizga keladi, bizga kasallar bo'lib qoladi. Shu o'rinda hurmatli ustozimiz Hurmatullayevning fikrlariga to'liq qo'shilgan holda aytamanki, bu ishni keyinchalik pediatriya amaliyoti bilan, neonatologlar bilan birgalikda olib borilsa, yana ham ko'proq samaradorlikka erishamiz. Bu o'rinda dissertantimizni dokladlari juda ham yaxshi bo'ldi. Tabriklaymiz. Ishlarini davomli bo'lishini tilaymiz. Hurmatli Sherzodbek Alimovichga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shu o'rinda ikki og'iz aytib qo'ymoqchiman ustozim Olimsoyevich ishlarini. Ular ham neonatologiya sohasida juda katta shunaqangi dolzarb muammolarda yechimlariga bag'ishlangan ishlarda rahbarlik qilganlar. Mana Sharobuddin akam o'tiribdilar. Bu qilinayotgan, olib borilayotgan ilmiy ishlar bevosita mana shu katta boshlangan katta yo'nalishdagi ishlarni davomi sifatida deb ko'rdim bugun. Yana bir bor tabriklayman. Shogirdlar safi kengayib borsa, hurmatli Sherzodbek Alimovich. Rahmat. Rahmat Lola Karim. Boshqa so'zga chiquvchilar bormi? Marhamat. Minora Alkamova. Tibbiyot fanlari doktori. Dissertatsiya ishi bizni mutaxassisligimiz, ya'ni kontur mono otizm hematologiya ixtisosligi ilmiy amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tugallangan ilmiy ish hisoblanadi. Men bu ishda har tomonlama qo'llab-quvvatlayman. Neonatal anesteziologiya va reanimatologiya hozirgi kunda anesteziologiyamizning eng toza muammolaridan biri hisoblanadi. Nafaqat bu yerda mutaxassisdan chiqib bilan katta bir amaliyot ham talab qiladi. Men bu mutaxassisni har tomonlama tibbiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasiga loyiq deb baholayman. Va dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining ilmiy darajalar berish to'g'risidagi talablarning barcha talablariga javob beradi. Va G'afurov Zarifjon Inomjonov tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq. Rahmat. Boshqa so'zga chiquvchilar bo'lmasa, ilmiy daraja berish masalasida yashin ovoz berish jarayoniga o'tamiz.
Hisob hay'ati tarkibini quyidagi a'zolar bilan tasdiqlash taklif etilyapti. Hay'at raisi tibbiyot fanlari doktori professor Hakimov Sharofjon Karimov, a'zolari tibbiyot fanlari doktori professor Rahmonullo Karimov, tibbiyot fanlari doktori professor Xudoybekova Hamroxon Tullayev. Hisob hay'ati tarkibi bo'yicha qanday takliflar bo'ladi? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Ilmiy kengash a'zolari uchun anonim elektron savolnomalar jo'natilgan. Marhamat, o'z vaqtida javob berishlaringizni so'rayman. Hurmatli kengash a'zolari, kengash majlisini davom ettirishga ruxsat berasizlar. Hisob hay'atini yashin ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'z tibbiyot fanlari doktori professor Hakim Sharofjon Karimovga. Reis, hurmatli a'zolari, ilmiy kengash tarkibi 15-11 kishidan iboratga tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz bilan qo'shimcha ravishda a'zo kiritilmagan. Majlisda kengash a'zolaridan 11 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 4 nafar fan doktori ishtirok etdi. Ovoz berish natijalari: komissiya tomonidan G'ofurov Zarifjon Inomjonovga 14.0037 anesteziologiya va reanimatologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasi berish yuzasidan quyidagicha ovoz berildi. Yoqlab ovoz berilgan 10 bitta, qarshilar yo'q. Rahmat, Sharofjon Karimov. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hisob komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar, bir ovozdan qabul qilindi. Mazkur dissertatsiya yuzasidan kengash tomonidan xulosa loyihasi tayyorlangan va e'tiboringizga tarqatilgan. Ushbu xulosa loyihasi yuzasidan kimda qanday fikrlar bor? Rahmat. Asos sifatida qabul qilinish haqida taklif kiritilyapti. Ovoz berib qo'yishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar, bir ovozdan qabul qilindi. Dissertatsiyaning malakaviy tasnifiy belgilari bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Marhamat. Yuzasidan tasnifiy belgilar. Birinchi, dissertatsiya natijalarining tavsifi. Ro'yka. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. Q1. Dissertatsiya natijalarining qiymati. Dissertatsiya mavzusining rejalashtirilgan ilmiy tadqiqotlar bilan bog'liqligi. Dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalardan foydalanish darajasi. Va dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalardan keng ko'lamli foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Muhokama vaqtida bildirilgan takliflar bilan ilmiy kengash xulosasini va malakali belgilarni to'laligicha qabul qilsak bo'ladimi? Xo'p, ma'qul bo'lsa ilmiy kengash xulosasini ochiq ovoz bilan tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar, bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli hamkasblar, ilmiy kengash qarorini o'qib eshittirishga ruxsat berasizlar. Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosidagi bir martalik ilmiy kengash dissertatsiyaning rasmiy himoyasi va ovoz berish natijalariga ko'ra G'ofurov Zarifjon Inomjonovning 14.0037 anesteziologiya va reanimatologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berishini tavsiya qiladi va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorini tasdiqlab berishni so'raydi. Ilmiy kengash a'zolari nomidan dissertantni va ilmiy rahbarni muborakbod etamiz. Kelgusi ilmiy ishlarda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yakuniy so'z dissertantga. Marhamat. Rahmat. Avvalo minnatdorchiligimni mana shu tadqiqot ishining asosiy g'oyasini ilgari surgan va har bir bosqichda meni qo'llab-quvvatlab turgan ilmiy rahbarim dotsent Toshloq Sherif Olimovga o'z minnatdorchiligimni bildirishga ruxsat berasizlar. Va albatta bunday alohiyatli a'zolardan tashkil topgan nufuzli kengashda himoya qilish imkoniyati yaratilgani uchun Abdurahim Shamsiyevich sizga
Ne'matjon Komiljonovichga va barcha kengash a'zolariga, rasmiy opponentlar professor Anvar Sobirjonovichga, Yurtshehir shahar hokimiga va yurtdosh tashkilot rahbari professor Baxtiyor Berdialiyevichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va albatta menga o'z yordamlarini ayamagan Andijon davlat tibbiyot instituti Andijon kafedrasi jamoasiga katta rahmat aytaman. Rahmat. Kengash kun tartibidagi masalani ko'rib chiqdi. Barchangizni ishtirokingiz uchun rahmat. Kengash majlisini yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat. Yaxshi.